Kimga ovoz berasiz? O'zimga ovoz beraman. Blogerlarning orasida hozir damlamamitda eng zo'ri o'zim deb bilaman, do'stlar. Blogerlarning orasida hozir butun O'zbekiston bo'yicha men degan blogerlarning kerak bo'lsa, orasida o'zim uchun o'zimda eng yaxshisiman deb bilaman. Damlamamitda trendda bo'yicha. Trendda bo'yicha videolarim ketish bo'yicha hammasidan eng zo'riman deb o'ylayman. O'zim uchun, shunchaki. To'g'ri tushunasiz, noto'g'ri tushunmaylar yana. Hozir damlamat o'zimga balchiqman shunchaki. Hech qanday blogerga balchiq emasman, do'stlar. To'g'ri oldin balchiq bo'lardim. Ko'p blogerlarga qiziqardim. Videolarni tomosha qilardim, qo'shiqlarini har doim eshitardim, bitta ham qoldirmasdan. Qo'shiqlarni eshitardim. Hamma havas qilganman ko'p blogerlar, lekin hozir damlamamatda o'zimga havas qilaman, chunki eng yaxshisiman deb o'ylayman. Damlamamatda. Lekin o'zimda hech qanday blogerga do'stlar tenglashtirmayman. Hech qanday blogerga o'zim tenglashtirmayman akalar. Prosta o'zimda eng yaxshisiman deb bilaman, shunchaki.